qoyil, polskiy prava olish uchun yoki polskiy prava olib berish uchun karta pobidaga topshirilganlik haqidagi ujon urib beradigan pechatni soxtalashtiringlarmi? Qoyil. Sizlarga gap bo'lishi mumkin emas. O'zi bu ham Rossiya bo'lib ketdi, Polsha ham. O'sha yerda ham men ko'p bilaman, Telegram guruhlarda chiqadi. Lyuboy pravani qilamiz, lyuboy pasportni qilamiz deb. Endi bu yerda marhamat, Polshada ham xuddi shunaqa holat. Ujon tomonidan urib beriladigan pechatni prava olish uchun soxtalashtiryapsizlar. Soxtalashtirib berayotgan odamlar, ularning ichida o'zbeklar ham bor, meni kuzatib ham turadi ular. Biladi, ularning ichida o'sha ishga kirmoqchi, prava olmoqchi bo'lgan odamlar ham bor. Ular ham meni kuzatib turadi. Qoyilman sizlarga. Akalar, ukalar, ko'pchiliklar mendan so'raydi. Borsam polskiy prava olamanmi? Latviyadaman, Litvadaman, Bolgariyadaman, Chexiyadaman, Estoniyadaman. Yo'q, ola olmaysizlar. Karta pobidaga topshirish jarayonida ham u narsa yo'q. Qachonki prava ola olasiz siz karta pobidaga topshirilganligingiz haqidagi qo'lingizda o'sha pasportingizga urib berilgan ujon pechati bo'lish kerak. Va keyin yokida siz kamida 6 oy shu yerda yashagan bo'lishingiz kerak. Legal ishlayotgan bo'lishingiz kerak. O'sha polskiy pravani olish uchun. Lekin ayrim hollarda bor, shustringlar bor. Bu yerda prava qilib beramiz, nech pul? 5000 zlot. Onasini emsin qanchada tayyor bo'ladi? 21 kunda tayyor bo'ladi. Xo'p, dokumentingiz qanaqa? Bolgarskiy. Onasini bizniki-ku bu. Davay bosamiz, taqqa. Urib o'sha pechatni soxtalashtirayotgan aka-ukalar, qo'llarimga tushib qolasizlar hali. Qo'llarimga tushib qolasizlar. Siz bittasi qidiruvda, samarqandlik bola. Qidiruvda ekan. O'sha polskiy prava olib bo'lgandan keyin partnyorlarga boryapti, taksi partnyorlarga boryapti-da, nima qilyapti? Taksichilik qilaman deyapti. Taksi partnyorlar o'zbekmiz-u. O'zbekni podderska qiladi-da. Bo'pti, beryapti-da, keyin o'zi qarasa, o'zi fake. Taksi partnyorlar ham aldanib qolyapti. Keyin uni orqasini tozalash uchun taksi partnyorlar qancha muammoga duch kelyapti. Yobbani vrot bilad. Onasini emsin bilad. Karta pobidani soxtalashtiruvdinglar. Endi ujon pechatini ham soxtalashtiryapsizlarmi? Gap yo'q. Mana deysiz. Ko'zlaringizni ochinglar, ko'zlaringizni.